Assalomu alaykum aziz podpisчиклар. Mana bodomim gullaganiga 1 yil bo'libdi. Men bodomni yaxshigina bir 22 millionlik sotdim. Mana bu yil ham yana qiyg'os bo'lib ochildi. Xudo xolasa agar sovuq bo'lib ketmasa, bu ham yaxshi bo'lsin iloyim. 3 oy oldin Amerikaga borganimda telefonimni yo'qotib qo'ydim. Instagramimni bitta qora tanlik olib qo'ydi. Instagramimni keyin bermayman deb turib oldi va ancha podpisчиklarim yo'qolib ketdi. O'z-o'zidan o'chib ketdi. Va ko'pchilik podpiska bo'lmasdan ko'rar ekan, mayli umringiz uzoq bo'lsin, lekin podpiska bo'lib qo'ysanglar, meni ham podpisчигim ko'p bo'lsa, xursand bo'lardim. Azizlar, hozir iftorlik qilyapman, bolalar kelishadi. Zo'r sho'rva qilib qo'ydim. Meni sho'rvamni hatto rahmatli Ergash Karim yaxshi ko'rib ichardilar. Har doim sho'rva qilib ber, derdilar.